Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani ochiq va tushunarli qilib muhokama qilaman. Pen shifokorlik komissiyasidan o'tishga majbur bo'ladimi? Kimlar albatta tekshiruvdan o'tish kerak. Kimlar esa xavotirga tushmasligi mumkin. Bu mavzu har bir oilaga tegishli, chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bobo-buvi yoki nogironlik pensiyasi olayotgan yaqin inson bor. Agar bu masalada biror hujjatni vaqtida topshirmasangiz, pensiya yoki nafaqa to'lovlarida kechikish, qayta ko'rib chiqish, ayrim holatlarda esa to'lovni vaqtincha to'xtatib turish kabi muammolar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun men hozir hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nimaga e'tibor kuchaydi? Kim shifokorlik komissiyasidan o'tadi? Kim o'tmaydi? Qanday hujjatlar kerak? Qayerga borish lozim va eng muhimi, qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar aynan kerak paytda qo'l keladi. Avvalo bir narsani aniq tushunib olaylik. Hamma pensioner bir xil toifaga kirmaydi. Oddiy yoshga doir pensiya oladigan fuqaro bor. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oladigan fuqaro bor. O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oladiganlar bor. Imtiyozli shartlarda pensiyaga chiqqanlar bor. Shifokorlik komissiyasi masalasi asosan sog'liq holati asosida pensiya yoki nafaqa olayotgan fuqarolarga ko'proq tegishli bo'ladi. Ya'ni gap ko'pincha nogironlik guruhi belgilangan, mehnatga layoqatlik darajasi aniqlangan, kasallik holati asosida ijtimoiy to'lov tayinlangan shaxslar haqida ketadi. Oldin ko'pchilik buni juda oddiy qabul qilardi. Bir marta komissiyadan o'tdim, guruh berildi. Endi pensiya kelaveradi deb o'ylardi. Ayrim hollarda haqiqatan ham nogironlik muddasiz belgilangan bo'lsa, odam qayta komissiyaga chaqirilmasligi mumkin. Lekin hamma holat bunday emas. Ko'p kasalliklarda nogironlik guruhi ma'lum muddatga beriladi. Masalan, 1 yilga, 2 yilga yoki davolanish natijasi qayta baholanguncha. Ana shu muddat tugaganda fuqaro yana tibbiy ko'rikdan o'tishi, kasallik holati saqlanib qolganmi yoki yengillashganmi, mehnatga layoqat qay darajada tiklanganini tasdiqlashi kerak bo'ladi. Hozir nimaga e'tibor kuchaydi? Chunki davlat to'lovlari aniq asos bilan berilishi kerak. Agar odamning nogironlik muddati tugagan bo'lsa, lekin u qayta komissiyadan o'tmagan bo'lsa, tizimda savol paydo bo'ladi. Bu fuqaro hali ham shu toifaga kiradimi yoki yo'qmi? Shuning uchun tibbiy ma'lumotlar, elektron bazalar, pensiya organlari va tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyalari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi ko'proq nazorat qilinmoqda. Bu oddiy yoshga doir pensiya oladigan barcha pensionerlarni birdan shifokor komissiyasiga majburan yuborish degani emas. Lekin sog'liq asosida to'lov olayotganlar uchun qayta ko'rik masalasi juda jiddiy. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa tinchroq bo'lishi mumkinligini batafsil tushuntiraman. Birinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oladiganlar. Agar sizga birinchi, ikkinchi yoki uchinchi guruh nogironligi ma'lum muddatga belgilangan bo'lsa, muddat tugashidan oldin qayta shifokorlik komissiyasidan o'tishingiz kerak bo'ladi. Masalan, sizga 2024 yil iyun oyida 1 yil muddatga ikkinchi guruh nogironlik berilgan bo'lsa, 2025 yil iyun oyiga yaqin komissiyadan qayta o'tish masalasini oldindan boshlashingiz zarur. Buni oxirgi kunga qoldirsangiz. Hujjat yetishmasligi, shifokor qabuliga navbat, tahlillar tayyor bo'lishi kechikishi sababli to'lovlarda uzilish bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa, kasallikdan keyin nogironlik olgan, lekin davolanish jarayoni davom etayotgan fuqarolar. Masalan, yurak operatsiyasidan keyin odamga vaqtincha mehnatga layoqatsizlik yoki nogironlik guruhi berilgan bo'lishi mumkin. 1 yil o'tgach shifokorlar tekshiradi. Yurak faoliyati qanday? Odam o'zini o'zi eplay oladimi? Ishlash imkoniyati qay darajada? Dori-darmonlarga ehtiyoj saqlanib qolganmi? Agar ahvoli yaxshilangan bo'lsa, guruh o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin. Agar ahvoli og'irlashgan bo'lsa, aksincha guruh kuchaytirilishi ham mumkin. Demak, komissiya faqat olib qo'yish uchun emas, balki real ahvolni baholash uchun ham kerak. Uchinchi toifa, yoshi katta. Lekin nogironlik asosida qo'shimcha imtiyoz yoki to'lov olayotgan pensionerlar. Ba'zi odamlar yoshga doir pensiya oladi, lekin bir vaqtning o'zida nogironlik maqomi ham bor. Masalan, 68 yoshli ayol yoshga doir pensiyada. Lekin ko'rish qobiliyati keskin pasaygani uchun nogironlik guruhi ham belgilangan. Bunday holatda uning asosiy pensiyasi yoshga doir bo'lishi mumkin, ammo nogironlik maqomiga bog'liq imtiyozlar, dori-darmon,
reabilitatsiya vositalari yoki ayrim qo'shimcha huquqlar komissiya xulosasiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun men pensionerman, menga komissiya kerak emas deb o'ylash har doim ham to'g'ri emas. 4-toifa. Muddasiz nogironlik belgilanganlar. Agar hujjatingizda nogironlik muddasi belgilangan bo'lsa, odatda har yili qayta komissiyaga borish talab qilinmaydi. Lekin bu yerda ham hujjatni diqqat bilan o'qish kerak. Ba'zan odamlar menga umrbod berilgan deb o'ylaydi. Aslida hujjatda muddat ko'rsatilgan bo'ladi. Masalan, ma'lumotnomada 2025 yil 1 sentabrgacha deb yozilgan bo'lsa, bu muddatsiz emas. Yoki qayta ko'rik 2026 yil mart oyida deb turgan bo'lsa, albatta tayyorgarlik ko'rish kerak. Men ko'p hollarda odamlar aynan shu joyda adashganini ko'rganman. Hujjatni o'zlari to'liq tushunmaydi. Keyin to'lovda muammo chiqqanda aybni faqat tizimdan ko'radi. Endi oddiy misol keltiraman. Bir pensioner otaxon insult o'tkazgan, chap qo'li va oyog'ida harakat cheklangan. Unga 1 yilga 2-guruh nogironligi berilgan. 1 yil davomida u davolangan, fizioterapiyaga borgan, dori ichgan. Muddat tugashiga 2 oy qolganda oilasi poliklinikaga murojaat qilib, nevropatolog, terapevt, kardiolog ko'rigidan o'tadi, kerakli tahlillarni topshiradi. Kasallik tarixidan ko'chirmalar olinadi. Komissiya otaxonning ahvolini ko'rib, 2-guruhni yana uzaytirishi mumkin. Agar oila kech qolganida, masalan, muddat tugaganidan keyin kelganida. Pensiya to'lov masalasida vaqtinchalik kechikish paydo bo'lishi ehtimoli bor edi. Yana bir misol. 32 yoshli ayol tizza bo'g'imlari kasalligi sabab yurishda qiynaladi. U 3-guruh nogironligi olgan. 1 yildan keyin qayta komissiyada shifokorlar operatsiya qilinganmi? Yurish masofasi qancha? Qo'ltiq tayoq kerakmi? Og'riq darajasi qanday? Mustaqil harakatlana oladimi? degan savollarni ko'radi. Agar ayol tibbiy hujjatlarni yig'magan bo'lsa, faqat oyog'im og'riyapti desa, bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Tizim og'zaki gapga emas, tibbiy dalilga qaraydi. Rentgen, MRT, shifokor xulosasi, davolanish varaqalari, statsionar ko'chirmalari, doimiy dori-darmon tavsiyalari. 3-real hayotga yaqin holat. Yetim yoshli erkak yoshga doir pensiya oladi, lekin diabet asoratlari tufayli ko'rish qobiliyati pasaygan. U men allaqachon pensiyadaman deb shifokorga bormaydi. Oradan vaqt o'tib, imtiyozli dori olishda yoki reabilitatsiya vositasi masalasida muammo chiqadi. Sababi uning sog'liq holatini tasdiqlovchi yangi hujjatlar yo'q. Demak, ba'zan komissiya nafaqat pul uchun, balki imtiyozlar, davolanish, parvarish va boshqa yordam turlarini olish uchun ham muhim. Birinchi nozik jihat, barcha pensionerlar bir kunda yoki ommaviy ravishda komissiyaga chaqiriladi. Degan gapga darhol ishonmang. Agar mahallada, qo'shnilar orasida yoki ijtimoiy tarmoqlarda endi hamma pensioner shifokor komissiyasidan o'tmasa pensiyasi to'xtaydi degan gap tarqalsa, avval rasmiy manbani tekshirish kerak. Pensiya yoshga doir tayinlangan bo'lsa, fuqaroning pensiya huquqi faqat shifokor komissiyasi bilan belgilanmaydi. Yoshga doir pensiyaning asosiy ish staji badallar yosh va qonunda belgilangan shartlardir. Shifokorlik komissiyasi esa asosan sog'liq holati bilan bog'liq to'lov va maqomlar uchun ahamiyatli. Ikkinchi nozik jihat, komissiyaga borish uchun faqat pasport bilan borish yetarli emas. Ko'p odamlar shunday xato qiladi. Ular tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasiga keladi, lekin qo'lida kasallik tarixini tasdiqlovchi hujjatlar yo'q. Komissiya a'zolari fuqaroning ahvolini ko'radi, lekin ular baribir hujjatga tayanadi. Agar siz oxirgi 1 yilda shifokorga bormagan bo'lsangiz, tahlil topshirmagan bo'lsangiz, davolanish bo'yicha yozuvlar yo'q bo'lsa, kasallik darajasini isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun kasallik bor odam muntazam ravishda poliklinikada hisobda turishi, tekshiruvlardan o'tishi, shifokor tavsiyalarini hujjatlashtirib borishi kerak. 3-nozik jihat, nogironlik guruhi o'zgartirilishi mumkin. Ba'zi fuqarolar menda 2-guruh bor, doim shunday qoladi deb o'ylaydi. Lekin agar kasallik yengillashsa, 3-guruhga o'tkazilishi yoki bekor qilinishi mumkin. Aksincha, agar ahvol og'irlashsa, 3-guruh 2-guruhga, 2-guruh 1-guruhga o'zgarishi mumkin. Masalan, diabet bilan yurgan odamda keyinchalik buyrak yetishmovchiligi, ko'rishning keskin pasayishi yoki oyoqdagi jiddiy asoratlar paydo bo'lsa, bu holat qayta baholanishi kerak. Demak, komissiya natijasi har doim oldindan bir xil bo'lmaydi. 4-nozik jihat, uyda yotgan, harakatlana olmaydigan pensionerlar masalasi. Agar fuqaro og'ir ahvolda bo'lsa, yura olmasa, insultdan keyin yotib qolgan bo'lsa
yoki boshqa jiddiy sabab bilan komissiyaga shaxsan bora olmasa, oila a'zolari poliklinika orqali bu holatni rasmiylashtirishi kerak. Shifokor uyga kelib ko'rishi, tegishli xulosa berishi. Keyin hujjatlar komissiyaga yuborilishi mumkin. Ayrim holatlarda komissiya hujjatlar asosida yoki joyiga chiqqan holda masalani ko'rib chiqadi. Lekin bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Onam yotibdi. Shuning uchun bormadik deyish yetarli emas. Buni oldindan poliklinikaga aytish, ariza yozish, shifokor chaqirish kerak. 5-nozik jihat: SMS, telefon qo'ng'irog'i yoki og'zaki ogohlantirishni e'tiborsiz qoldirmang. Agar pensiya organi, poliklinika yoki mahalla tomonidan sizga ma'lumot berilsa, uni yozib oling. Qaysi sanada bo'lish kerak, qaysi kabinet, qaysi hujjat, qaysi shifokor. Ba'zan pensioner eshitadi. Lekin farzandlariga aytmaydi yoki unutib qo'yadi. Natijada muddat o'tib ketadi. Men bunday vaziyatlarda oiladagi yoshlar ham mas'uliyat olishi kerak deb hisoblayman. Ota-onamiz, bobo-buvilarimiz hujjat masalasida qiynalishi tabiiy. Ularga yordam berish kerak. 6-nozik jihat: komissiya qaroridan norozi bo'lsangiz, bu oxirgi nuqta degani emas. Agar sizningcha sog'liq holatingiz to'g'ri baholanmagan bo'lsa, qo'shimcha hujjatlaringiz bo'lsa yoki kasallik darajasi inobatga olinmagan deb hisoblasangiz, belgilangan tartibda qayta ko'rib chiqishni so'rashingiz mumkin. Buning uchun hissiyot bilan tortishish emas, hujjat bilan murojaat qilish kerak. Arizada nimadan norozi ekaningizni aniq yozasiz. Masalan, falon kasallik bo'yicha statsionar ko'chirma hisobga olinmagan, falon tekshiruv natijasi qo'shilmagan, ahvolim og'irlashgan, qo'shimcha mutaxassis ko'rigini so'rayman. Shunda masala ancha jiddiy ko'riladi. Endi eng muhim qism: nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam: uyda mavjud hujjatlarni tekshiring. Pensiya daftarchasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosalar, kasallik tarixidan ko'chirmalar, oxirgi tahlillar. Shifoxonada yotib chiqqan bo'lsa, epikriz, dori-darmon tavsiyalari, rentgen, UZI, MRT, EKG, laborator tahlillar hammasini bir joyga yig'ing. Ayniqsa nogironlik ma'lumotnomasidagi muddatga qarang. U yerda qayta ko'rik sanasi bo'lishi mumkin. Mana shu sana siz uchun asosiy signal. Ikkinchi qadam: yashash joyingizdagi oilaviy poliklinikaga murojaat qiling. Odatda jarayon shifokor ko'rigidan boshlanadi. Terapevt yoki oilaviy shifokor sizni kerakli mutaxassislarga yuboradi. Masalan, yurak kasalligi bo'lsa kardiolog, asab tizimi bilan bog'liq kasallik bo'lsa nevropatolog, ko'z muammosi bo'lsa oftalmolog, suyak bo'g'im muammosi bo'lsa travmatolog yoki ortoped, ruhiy holat bilan bog'liq masala bo'lsa tegishli mutaxassis ko'rigi kerak bo'ladi. 3-qadam: tahlillarni va tekshiruvlarni vaqtida topshiring. Ko'p hollarda umumiy qon tahlili, siydik tahlili, EKG, UZI, rentgen yoki boshqa maxsus tekshiruvlar talab qilinadi. Har bir kasallik bo'yicha ro'yxat boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, yurak yetishmovchiligi bo'lgan odamda EKG va kardiolog xulosasi muhim. Diabetda qondagi shakar ko'rsatkichlari, endokrinolog xulosasi, asoratlar bo'yicha ko'z shifokori yoki jarroh xulosasi kerak bo'lishi mumkin. Insultdan keyingi holatda nevropatolog xulosasi, harakat cheklanışı, nutq, xotira, o'zini parvarish qilish qobiliyati baholanadi. 4-qadam: barcha hujjatlarni nusxa qilib oling. Asl hujjatni yo'qotib qo'ymaslik kerak. Ba'zan bir tashkilotdan nusxa qoladi. Boshqa joyda aslini ko'rsatish talab qilinadi. Shuning uchun pasport nusxasi, pensiya hujjatlari nusxasi, nogironlik ma'lumotnomasi nusxasi, tibbiy xulosalar nusxasi alohida papkada bo'lsin. Men har doim bitta oddiy papka yuritishni maslahat beraman. Ustiga bemorning familiyasi, telefon raqami, kasallik nomi, oxirgi komissiya sanasi yozib qo'yilsa, oila a'zolari ham adashmaydi. 5-qadam: ariza kerak bo'lsa, uni aniq va sodda yozing. Arizada: men falonchi, falon manzilda yashayman. Sog'lig'im holati bo'yicha qayta tibbiy ijtimoiy ekspertizadan o'tkazishingizni so'rayman deb yoziladi. Agar odam yurishga qiynalsa, sog'lig'i sababli shaxsan borish imkoniyati cheklangan, uy sharoitida ko'rik yoki hujjatlar asosida ko'rib chiqishni so'raymiz deb alohida ko'rsatish mumkin. Arizada telefon raqamini aniq yozing, chunki siz bilan bog'lanish kerak bo'ladi. 6-qadam: muddatni kutmang, oldindan harakat qiling. Agar qayta ko'rik sanasi 1 avgust bo'lsa, siz 31 iyul kuni poliklinikaga yugurib bormang. Kamida 1,5 yoki 2 oy oldin harakat boshlagan ma'qul. Chunki ayrim tekshiruvlarga navbat bo'ladi. Ayrim shifokorlar faqat ma'lum kunlarda qabul qiladi. Tahlillar qayta topshirilishi mumkin.
Agar hujjatda xato chiqsa, tuzatishga ham vaqt kerak. Oldindan harakat qilgan odam odatda kamroq asabiylashadi va to'lovda uzilish xavfini kamaytiradi. 7-qadam, og'zaki gap emas, yozma hujjatga tayaning. Sizga kimdir kerak emas. Bo'lishingiz shart emas, keyin ham bo'laveradi desa, baribir hujjatingizdagi muddatni tekshiring. Agar komissiyadan o'tmaslik mumkinligi aytilsa, buni qaysi asosda aytilganini so'rang. Ayniqsa nogironlik muddati tugayotgan bo'lsa, beparvolik qilish xavfli. Hujjatda muddat bor ekan, uni e'tiborsiz qoldirish to'g'ri emas. 8-qadam, pensionerning o'zi emas, oila ham mas'ul bo'lsin. Ko'pincha yoshi katta odam hujjatni tushunmaydi. Shifokor aytganini unutadi. Navbatga turishdan qiynaladi. Farzandlar yoki yaqin qarindoshlar kamida jarayonni nazorat qilib turish kerak. Muddat qachon, qaysi shifokor, qaysi tahlil, qaysi hujjat yetishmayapti. Bu oddiy yordam, lekin natijada ota-onaning pensiyasi yoki imtiyozi bo'yicha katta muammoning oldi olinadi. 9-qadam, agar to'lov to'xtab qolsa yoki kamayib qolsa, darhol aniqlik kiriting. Avval pensiya organiga murojaat qiling, sababini so'rang. Sabab nogironlik muddati tugagani bo'lishi mumkin. Hujjat tizimga tushmagani bo'lishi mumkin. Bank yoki karta bilan bog'liq texnik muammo bo'lishi mumkin. Har bir holatning yechimi boshqa. Muhimi, birinchi oydayoq borib so'rash kerak. 3-4 oy kutib yurilsa, keyin hujjatlarni tiklash, qayta hisoblash, tushuntirish ishlari ko'payib ketadi. 10-qadam, komissiyaga borishda real ahvolni yashirmang va bo'rttirmang. Shifokorlarga aniq gapiring. Qayeringiz og'riydi? Qancha yura olasiz? O'zingiz kiyina olasizmi? Ovqat tayyorlay olasizmi? Dori ichmasangiz nima bo'ladi? Tez yordam chaqirilganmi? Shifoxonada yotganmisiz? Masalan, yura olmayman deyish o'rniga taxminan 2 metr yursam nafasim qisadi va to'xtashga majbur bo'laman desangiz, bu aniqroq. Ko'zim yomon deyish o'rniga o'ng ko'zda ko'rish juda past, chap ko'zda shifokor falon daraja dedi deb hujjat bilan ko'rsating. Aniqlik komissiya uchun juda muhim. Yana bir maslahat. Tibbiy hujjatlarni oxirgi paytda sun'iy yig'ishga urinmang. Agar odam 1 yil davomida hech qayerda davolanmagan bo'lsa, hech qanday shifokor yozuvi bo'lmasa, komissiyada savol tug'iladi. Kasallik doimiy bo'lgan bo'lsa, nega nazorat yo'q? Albatta, hamma ham tez-tez shifokorga bora olmaydi. Lekin surunkali kasalligi bor pensioner kamida davriy ko'riklardan o'tib turish kerak. Bu nafaqat hujjat uchun, balki sog'liq uchun ham zarur. Kimlar xavotirga tushmasligi mumkin? Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, nogironlik maqomingiz bo'lmasa, sizning pensiyangiz aynan shifokorlik komissiyasiga bog'liq bo'lmasa, unda ommaviy vahimaga berilish kerak emas. Lekin baribir sog'liq bo'yicha imtiyoz, dori, parvarish yoki yordam olishni xohlasangiz, shifokorga murojaat qilishingiz mumkin. Pensioner bo'lishning o'zi har doim komissiya degani emas. Ammo sog'liq asosida berilgan har qanday maqom, guruh yoki to'lov bor bo'lsa, uning muddati va shartini tekshirish shart. Kimlar albatta e'tiborli bo'lishi kerak? Nogironlik guruhi muddati tugayotganlar, yaqinda operatsiya bo'lganlar, insult yoki infarkt o'tkazganlar, saraton kasalligi bilan davolanayotganlar, diabet asoratlari borlar, ko'rish yoki eshitish qobiliyati keskin pasayganlar, harakatlanishi cheklanganlar, ruhiy yoki nevrologik kasalliklar sabab doimiy nazoratda turganlar. Bunday fuqarolar uchun tibbiy hujjat va komissiya masalasi kechiktirilmasligi kerak. Men aytmoqchi bo'lgan asosiy fikr shuki, pensionerlarning hammasi bir xil tartibda shifokorlik komissiyasidan o'tadi deb vahima qilish kerak emas. Lekin nogironlik pensiyasi, nogironlik nafaqasi, sog'liq holati bilan bog'liq imtiyoz yoki muddati bor tibbiy maqom mavjud bo'lsa, komissiya masalasiga juda jiddiy qarash kerak. Hujjatdagi muddatni tekshiring, poliklinikaga oldindan boring, tahlillarni vaqtida topshiring. Barcha xulosalarni papkaga yig'ing va hech narsani oxirgi kunga qoldirmang. Bu ma'lumotni oilangizdagi pensionerlarga, ota-onangizga, qo'shnilaringizga tushuntiring. Vaqtida berilgan maslahat odamning pensiyasi kechikib qolishining oldini olishi mumkin. Sizningcha bunday komissiya tartibi adolatlimi yoki pensionerlar uchun jarayon yanada yengillashtirilishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormang.